Assalomu alaykum azizlar, barchangizga a'lo kayfiyat tilagan holda O'zbekiston 24 telekanalida O'zbekiston vaqti bilan dasturini boshlaymiz. Biz Amirsoydan olish maskandamiz va kecha va'da berganimizdek bayramona dasturlarni taqdim etishda davom etamiz. Esda qolarli voqealar ko'p bo'lyapti deb aytmoqchiman. O'z umuman olganda 2025-yilda juda katta yutuqlarga erishdik. Fan miqyosida olib aytadigan bo'lsak, fan olimpiadasi markazi tashkil etildi. O'ziga xos bu ham tarixiy voqelik bo'ldi. Shu sababli ham fan olimpiadasi g'oliblari soni ko'paydi va dasturimizdagi ilk lavha shu haqda. Marhamat. Malika Xo'jamurodova Xalqaro yosh matematiklar olimpiadasida, shuningdek matematika va informatika fanlari bo'yicha Yevropa qizlar olimpiadalarida medallarni qo'lga kiritgan yosh iqtidor egasi. 16 yoshli Malika bilim va mehnat evaziga nafaqat sovrinlar, balki xorij safarlari geografiyasini ham kengaytirishni maqsad qilgan. Bugunga qadar u Niderlandiya, Germaniyada bo'lib, xalqaro musobaqalarda yurtimiz sharafini munosib himoya qilgan. Men o'zi yoshligimdan beri matematika va informatika fanlariga juda qiziqib kelganman. Sababi meni ota-onamni ikkalasi ham informatika ustozlari va ular menga yoshligimdan boshlab maktabga borishdan avval ham kompyuterlarga qiziqtirib boshlagan, shu odamni ko'ziga ko'rinmaydigan shu qanaqadir saytlarni dizaynni orqasida turadigan kodlarga qiziqib boshlaganman. Shu qanday ishlaydi, qanday buni odam boshqara oladi degan narsalarga qiziqib boshlaganman va 6-sinfimda birinchi marta informatika tayyorgarlikka bordim. Pythonni o'rganganman va shundan boshlab men juda ham yaxshi ko'rib qolganman shu aynan CP ni. Men o'zi avval CP nimaligini bilmasdim, lekin shu algoritmlar bilan ishlab, qanaqadir biri bilan bog'liq emas narsalarda bog'liqlikni topish menga juda ham yoqardi. 7-sinfda STEM fanlari bo'yicha hududiy olimpiadada ishtirok etib, informatikadan birinchi, matematikadan ikkinchi o'rinni egallaydi. Respublika bosqichida esa faqat bitta fan tanlash talab etiladi. Ustozlari matematika yo'nalishini tavsiya qilgan bo'lsa-da, Malika informatikani tanlaydi. 7-sinfimda ixtisoslashtirilgan maktabga kirganimdan boshlab meni ustozlarim shu informatikaga qiziqishimni ko'rib, olimpiadalarga, fan olimpiadalariga shu yo'llanma ko'rsatgan va shularning yordamini orqasida men shu STEM va fan olimpiadalariga qatnashdim. Shunaqa bir juda kulgili voqealar ham bo'ldi. Masalan, matematika ustozim bor, meni matematikaga tayyorlaydi va matematikaga yur deydi. Sen Qoraqalpog'istondan birinchi o'rinni olasan deydi. Informatika ustozim bor, meni informatikaga tartadi, yur, sen informatik qilaman deb ikkalasi ikkita yerdan tortib berardi. Men u bilan shu haqida onam bilan gaplashardim. Ona qaysini saylashim kerak, matematikami, informatikami deb. Onam endi aytardi, qizim, endi o'zingga yaqqani shu, o'zing nimani ishlaganda yuraging bunaqa dukkildab turadi, shu seni yo'ling bo'ladi dedi. Va men boshda informatikani saylagandim. Mayli, informatikani bitta sinab ko'ray dedim. Informatikaga qatnashdim va STEMdan Qoraqalpog'istonda birinchi o'rinda oldim. 7-sinflarni o'rtasida va bu menga juda ham katta quvonch berdi. Men yana ko'proq shu o'zimning xatolarimni ustida ishlab, Python emas, C++ tilini ham o'rganib boshladim. Keyin men matematikani sog'inib boshladim. Ustozlarim ham aytdi, matematikadan bitta sinab ko'r dedi. Matematikaga ham qatnashib ko'rdim. Al-Xorizmiy olimpiadasiga men saralashdan o'tdim. Shu hamma 8-klasslarni, sinflarni o'rtasida birinchi o'rin bo'ldim. Men hayron qolgandim. Sababi men matematikani informatika bilan o'rganib yurgandim. Keyin sezdim, informatikani o'rganganda matematikaga ham shu bilim qo'shilaverar ekan. Sababi matematika bilan informatika bir-biriga o'xshash, ikkalasida ham shu o'xshashlik topish kerak, algoritm topish kerak. Keyin shu Al-Xorizmiyni saralashiga kirganda men o'zimga ishonib, hech xavotirlanmay kirdim. Qoraqalpog'istondan birinchi o'rinni olganda men juda ham xursand bo'lganman. Ko'p ustozlarim aytgan, Malika, ikkita quyonni izidan yugursang, ikkalasini ham ushalmaysan, bittasini ham ushalmaysan degan. Ko'p so'zlarim shunaqa degan, lekin onam aytgan, Malika, sen uddalaysan, sen talenting bor, shunaqa degan menga onam. Qizim, sen dahosan deya qizini doim qo'llab-quvvatlab keladigan Malikaning ota-onasi uni 9 yoshidayoq matematika fanidan qo'shimcha mashg'ulotlarga olib bora boshlagan. Uning fikricha, bola uchun eng kuchli rag'bat ota-onaning e'tibori va ishonchidir. Malika ham aynan shu dalda uning muvaffaqiyatlari poydevori bo'lganini e'tirof etadi. Bolaligimda ko'p o'qishdan charchagan paytlarim bo'lgan, ammo ota-onamning ishonchi va qo'llovi meni to'xtamaslikka undadi. Bugun buning uchun ulardan minnatdorman deydi u. O'zimga shu maqsad qo'ydim, bo'ldi, endi medal olmasam bo'lmaydi dedim. Onamga va'da berdim-ku. Tuni bo'yi tayyorlanib, hattoki uyga yomg'irlarni ostida zontiksiz bunaqa
portfel bilan bunaqa qaytgan vaqtlarim bo'ldi. Shu paytda men eslardim. Men o'zi charchab ketyapman deb, lekin shu charchab ketayotganda men buni nimaga ishlayapman deb esimga tushirardim-da. Men buni O'zbekiston uchun ishlayapman. Men buni onam uchun ishlayapman deb o'zimga bitta eslatib qo'yardim, keyin ishlayverardim. Boshqa hech narsa ko'zimga ko'rinmasdi. Hech narsa. Tayyorlanib yurdik. Keyin Egmoga borganda O'zbekiston ilk marotaba qatnashdi-ku va biz уже 3 ta medalni qo'lga kiritdik. Bittasi kumush yana, ikkitasi bronza. Zo'r natija. Uyga qaytganimizda shu medalni onamni mo'yniga taqib qo'ydim va shu paytda onam yig'laveray dedi. Endi lekin u ham menga ko'rsatmadi, sababi juda xursand edi va men sezdim bu ko'z anaqa xursandchilikning ko'z yoshlari ekanini va shu paytda men yuragimda shunday sezib qoldim. Medal olganimda hattoki bunday quvonchli bo'lmagandim. Aynan shu onamni mo'yniga taqqandan keyin, onamni ko'z yoshlarini ko'rganda xursand bo'lib ketdim, medalni olganga qaraganda. Qizimizning yil boshchilari, prezidentimiz tomonidan ulkan e'tiborga olinib, aqshalay siyliqlar berib o'tiribdi. O'g'llarimizga, qizlarimizga degan bir ulkan motivatsiya bo'ladi. Keyingi olimpiadalarda da bundan da yuqori yetkinliklarga yetuviga turtki bo'ladi. Endi qizlarimizning yetkinligi haqida aytadigan bo'lsak, 2025-yili men qizim Malika Nukus qalasındagi 1-sonli xonagallashtirilgan maktabning 10-klassida o'qiydi. Qizimning informatikaga qiziquvi 7-8 klasslardan boshlandi. 9-klassida informatikadan Gollandiyaga borib keldi. Keyingi yili 2025-yilda bir yilning ichida Kosovo mamlakatini matematikadan qizlar olimpiadasına borib siyliqli bronza medalni olib keldi. Yana bir narsa ayta ketadigan bo'lsak, bu olimpiada O'zbekiston bu olimpiadaga birinchi marta qatnashayotgan ekan. 4 qiz borib kelib, siyliq o'rinlarni olib keldi. Quvonchli tarafi shu yilning o'zida informatikadan Germaniyaning Bonn qalasına borib, qizlar arasında olimpiadadan o yerda de bronza medalni olib kelishga muyassar bo'ldi. Endi bu qizimning yetkinliklari haqida birinchidan o'zining shaqqonligi, o'zining tayyorligi, endi bizlar o'zimiz muallim shang'arog'i bo'lgandan keyin o'zim ham informatika o'qituvchisiman, anasi da informatika o'qituvchisi, so'larning bir ta'siri chiqar deb o'ylayman. Bilim berib ustozlari, qo'llab-quvvatlab yil boshchilarini ulkan minnatdorchilik bildiraman. Prezidentlerimizning yetkinliklari bu ata-ona uchun boshqacha sezim. Durust ata-onalarning o'zlarining yetkinligi bu quvonchli, biroq ularning qizlarining yetkinligini eshitgan vaqtda endi bu zotni so'z bilan yetkazib qiyin, uni o'z odam denesi bilan sezsa baribir boshqacha. Malika uchun olimpiadalar nafaqat bilim sinovi, balki intizom, qat'iyat va maqsad sari borishni o'rgatuvchi maktab bo'ldi. Shu bilan birga bu yil stress, xavotir va uyqusiz tunlarsiz kechmagan. Biroq aynan shu sinovlar uni bugungi yutuqlarga yetakladi.